Hozir ancha bosilganman. Yoshim 55 ga yetdi. Avvallari portlab, energiyaga to'lib, har xil qiliqlar qilib yurardim. Hozir ancha bosilganman. Hayotning o'zi bosib qo'yarkanda, lekin yosh nisbiy. Uyda nabiralarimga qo'shilib, go'yo ularni o'ynatayotgandek bo'lib, u degan ovozlar chiqarib qo'yaman. Ayolim, yoshingizga yarasha ish qilsangiz-chi deb urishib beradi, deydi Muhammadso Abdulxayirov. Ayollarni bepush qilib qo'yadigan jarroh haqida film olmoqchiman. Buning sababi bor. Hozir tirik chaqaloqlarni selofan paketga o'rab, axlatga tashlab ketishyapti. Xuddi keraksiz buyumdek. Men hatto o'lib qolgan qushimni ham tashlab yubora olmayman. Tirik jon bo'lgan-ku deb erinmay ko'mib qo'yaman. Endi odam bolasini tasavvur qiling. Shu og'riqdan bir film g'oyasi tug'ildi. Qishda, sovuqda axlat yoniga tashlab ketilgan chaqaloq u tirik qoladi. Voqealar O'zbekistonda kechadi. Yillar o'tib, o'sha bola juda kuchli, iqtidorli jarroh bo'lib yetishadi. Ammo bu yigit onalarga va tug'ilishga qarshi shaxsga aylanadi. U doktorlar bilan til biriktirib, qabulga kelgan ayollarni o'zlari bilmagan holda farzandli bo'lolmaydigan qilib qo'yadi. Yillar davomida 500-1000 nafar ayolga ziyon yetkazadi. Kimlarnidir o'ldirib yuboradi. Oxirida juda katta sud jarayoni bo'ladi. Zal to'la odam. O'sha ayollar ularning yaqinlari. Unga so'nggi so'z berilganida u zalda o'tirganlarga qarab baqiradi. Bu nafaqat bir onaga, balki butun jamiyatga qaratilgan savol bo'ladi. Hozircha filmning ishchi nomi Mr. X deydi Muhammadso Abdulxayirov yangi g'oyasi haqida. G'oyani kinoni yaxshi tushunadigan odamga olib bordim. Monitorda Ahad Qayumning filmlari aylanib turgandi. O'sha odam menga qarab, "Mana shunaqa kino olib keling. Nima qilasiz bunday og'ir filmlarni?" dedi. Demak, foydasi yo'q ekanda dedim. Ularga yaxshi mavzu kerak emas. Prosmotr, obunachi degan narsalarga sho'ng'ib ketishgan. Filmlardagi bir xillikdan charchaganman. Hamma filmda ota o'g'liga faqat bir xil gap gapiradi. Uylanishing kerak. Yoshing 30 ga yaqinlashdi. Teng-tengi bilan, tezak qopi bilan, shablon jumlalar. Bular yana qancha takrorlanadi. Hamma qo'l ura oladigan, yengil hazm bo'ladigan mavzular. Men esa shulardan qochmoqchiman. Bu film oson mavzu emas. Hamma ham qo'l ura olmaydi, lekin yaxshi chiqadi deb o'ylayman. Shu g'oyamni amalga oshirish xohishim juda katta, deydi aktyor ranjiganini bildirib. Teatr yoki kinoni tanla. Meni ko'pchilik komik aktyor sifatida taniydi. To'g'ri, ijodimning 70% komedik filmlar, ammo ko'pchilik bilmaydi. Men kinoga drama yo'nalishi bilan kirib kelganman. 1994-yilda Amur Temur filmi loyihasi ochildi. Bosh qahramon uchun kastingga meni ham taklif qilishdi. Sababi loyiha asoschisi Ali Hamroyev Ilhom teatrida Baxtli gadolar spektakldagi podshoh rolimni ko'rib, shu yigitni ham chaqirib ko'rsakchi degan ekan. U paytlar eshikni bir ochib yopadigan rol bo'lsa ham do'ppimizni osmonga otardik. Xullas, 10-15 nafar aktyor ichidan taqdir taqozosi bilan Amur Temur roliga meni tasdiqlashdi. O'sha paytda men Ilhom teatrining bosh aktyorlaridan biri edim. Baxtli gadolar spektakl bilan Germaniyaga gastrol rejalashtirilgan edi. Kino suratga olish jarayoni ham xuddi shu vaqtga to'g'ri kelib qoldi. Qaysi yo'lni tanlashni bilmay qoldim. Teatr rejissyori Mark Vaylning oldiga borib, Germaniyaga bormasam bo'ladimi? Meni Amur Temur roliga tasdiqlashdi. O'rnimga boshqa aktyor topib beraman. Gastrolga borib beradi dedim. Rejissyor shok holatiga tushib qoldi. Teatr yoki kinoni tanla deb qisqa javob berdi. Rosti, bunaqa keskin javobni kutmagandim. O'sha paytda ancha qarzim bor edi. Pul kinoda berilardi. Oxiri teatrdan bo'shab, kinoni tanladim. Lekin men rol o'ynamasligimni bilgan nemis tomoni o'sha aktyor qani degan. Boshqa aktyor o'ynaydi deyishgach, ular rozi bo'lmagan va gastrol bekor qilingan. Bu Ilhom teatri uchun juda katta zarba bo'lgan, deydi Muhammadso Abdulxayirov. Qamalib chiqqan diye rolimdan mahrum qilishgan. Xorazmda suratga olish ishlari 3-4 kun davom etdi va to'satdan to'xtadi. Dekoratsiyalarni tayyorlashayotgandir deb o'yladim. O'zimcha Amur Temurga aylanib, soqol o'stirib, qoshlarimni terib, matnlarni yodlab yuribman. Bir kuni rejissyor Isamat Ergashev yonimga kelib, "Muhammadso, sen qamalib chiqqanmisan?" deb so'radi. Qo'lidagi xatni ko'rsatdi.
mana bu xatda bu odamni roldan tezda olib tashlash kerak deb Ilhom teatridagi hamkasblaring yozishibdi. Bu xatdan 3ta. Bittasini apparatga, bittasini vazirlikka, bittasini mana bizga yuborishdi dedi. Shu tariqa meni roldan olib tashlashdi. San'atdagi birinchi nakautimni o'shanda olganman. O'zimni ishlatilgan gubkadek his qildim. Shundan keyin ichkilikka berilib ketdim. Keyinchalik Amir Temur roliga Behzod Muhammad Karimov tasdiqlangan, deydi aktyor xotiralarini eslab.